Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan bugun MacBooklarimizni ko'rib chiqamiz. Bitta obzor qilib tanishtirib o'tamiz. MacBooklarni $440 dan $700 MacBooklarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik boshladik bo'lmasam, mana MacBook M1 8 ga 256 talik bu M1imiz holatlari ideal bo'lib turibdi. Narxi ozgina arzonroq kelgan, shuning uchun sizlarga narxini chiroyli qilib beramiz. Buni 3 oy garantiyalari bilan 8256 talik MacBookimiz M1imizni $440 qilib beramiz. Keyingi MacBookimiz bu ham juda ham arzon, hamyonbop narxda. Bunaqa narxni bozor bo'yicha topish ancha qiyin. O'zingizlar solishtirib ko'rsanglar bo'ladi, internet do'konlardan, bemalol OLXlardan ko'rsanglar ham bo'ladi. MacBook M1 bu ham rangida farqi bor. Starlight, как Starlight deyiladi. Buning narxi bunning ham narxi $450 qilib qo'yganmiz. 86 impuls ekan, 218 ta sikl ekan. Holati juda ham yaxshi. Keyingi MacBookimiz ham narxi juda ham hamyonbop. 8 ga 256 bo'lishi kerak yoki 512 bo'lmasam. Buni ham narxini $500 qilib qo'yganmiz. 8 ga 256 M1 zaryadchiklari bor, korobkalarni ham bu yerda asosan 80% ni korobkadagi dokumentlari bor. Keyingi MacBookimizga keladigan bo'lsak, 85 impuls 325 ta sikl ekan. Holati juda ham ideal darajada. O'zingizlar kameraga yaqinlashtirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Klaviaturalari yaltirab ketmagan, touchpadlari ham yaxshi, ekranlari ham plotni ishlab turibdi. Xullas bu MacBookimiz ham narxiga keladigan bo'lsak, $530 ekan. 3 oy garantiyalari bor bu MacBookimizni. 3 oylik garantiya bilan olib ketsanglar bo'ladi. Manziliga to'xtalib o'taman. Manzil Malika bozor. A5-do'kon. A5-do'kon ichkari taraf emas, ko'cha tarafdan Media Market deb qizil bilan katta yozib qo'ygan. O'zingizlar bemalol topib kela olasizlar. Keyingi MacBookimizga keladigan bo'lsak, buni ham narxi juda ham hamyonbop. $540 ekan, 91 impuls, 90 dan baland. O'zingizlar bilishinglar mumkin, 90 dan baland juda ham qimmat bo'ladi. 550 dan tepa bo'ladi. 50 ta sikl ekan. Buni adashmasam 8 ga 512 talik bo'lishi kerak. 8 ga 512 talik narxi mana shunaqa narx chiqyapti. 512 talik narxi 256 dan ancha qimmatroq bo'ladi. 50-40 o'ynaydi ranistasi. Ochilish, yopilishlari ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin zo'r. Urinib qolmagan demoqchiman. Keyingi MacBookimizga keladigan bo'lsak, 86 ekan, impulsi 218 ta sikl, $510 chiqar ekan narxi. Juda ham yaxshi. Holatlariga keladigan bo'lsak, $510 ga bunaqa holatda MacBook juda ham hamyonbop, arzon hisoblanadi. Holati ideal bo'lib turibdi. Buni 3 oy garantiyasi bilan olib ketishingiz mumkin. Keyingi MacBookimizga keladigan bo'lsak, keyingi MacBookda juda ham narxi, buni ham narxi juda ham hamyonbop sizlar uchun qilib qo'yganmiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi $440 bo'la qolsin. 450 aytdim, 460 aytdim. Bulardan arzon aytganim yo'q. Men 440 qilib beraman sizlar uchun. 8 ga 256 M1 chipli MacBookimiz. Keyingi MacBookimizga keladigan bo'lsak, 92 ekan. Endi bu impusi balandroq xohlaganlar uchun 68 ta sikl ekan. Holati juda ham ideal, o'sha ko'pchilik xohlagan rangdan. Keyin bu MacBooklarga keladigan bo'lsak, nimada ishlatiladi o'zi bu? Shunga ham to'xtalib o'tamiz. Montajga ko'proq olib ketadi. SMMga, montajga, dasturchilarga bemalol tushaveradi. Bu ancha ishlab beradi. Kino ko'rish, boshqalarga oddiy Windows arzonchi notebook olsanglar ham bo'ladi. Bu kino ko'rish uchun mo'ljallanmagan. Demoqchi bo'lganim, kuchli narsalar ishlatsanglar MacBook tavsiya beramiz. Hammasi mana shu ko'rib turgan MacBooklarimiz M1 chipli bo'ladi. Core Intel protsessorlari yo'q bu yerda. Bu narxini aytmadik, narxi $550. 92, 68 ta sikl. Bunaqa xarakteristikaga 8 ga 256, bunaqa impulsga bunaqa narx juda ham arzon deb o'ylayman.
qimmatroq MacBook'imizga keladigan bo'lsak, bu qimmat nimaga? Qimmatligining sababi bor, o'ziga yarasha 96 yumkus ekan, 87 sikl ekan. $600. Yumkusi shunaqa bo'lgani uchun $600 emas. Bu 16 ga 512 talik xarakteristikasi bilan jihozlangan. Buni endi o'zingizlar bilishinglar mumkin. Endi 8256 xolamagan, 8512 xolamagan insonlar uchun juda ham mos keladi bu MacBook'imiz. Kuchliroq MacBook so'raganlar uchun mana M1 chipli, holati вообще ideal. Ochilib yopilishlari plotniy. Klaviatura hech qanaqa yaltirab ketmagan. Hattoki mana bitta touchpadlarda plyonkalari ham turibdi, hali olinmagan, olib turib ishlatsanglar bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Holati вообще zo'r. Yangisini qancha turadi? Yangisi 1000 dan oshiq turadi. Endi aniq ma'lumotga ega emasmiz. Yangisi 1000 dan oshiq turadi. 1100, 1200 mana shunaqa atrof bo'lishi kerak. Buni zaryadchigi bor, korobkadagi vinti yo'q. Asosan bitta MacBook'larimizning hammasini korobkasi bor. 4 ta 5 tasini korobkasi bo'lmasa, hammasining korobkasi bor. Bularda o'zi korobka ko'p rol o'ynamaydi. Telefonlarda u korobka katta razniца berib qo'yadi. Keyingi MacBook'imizga keladigan bo'lsak, bu juda ham dizayni o'zgacha, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, boshqacharoq ko'rinib turibdi. Buning narxi $700 qilib qo'yganmiz. Nimaga? Chunki bu MacBook M1 emas, M2, 8 ga 512 talik. Bu yangi model. Aptekalari ham turibdi o'zi. Yangi model. Ko'rishinglar mumkin. Boshqacharoq bo'lib turibdi mana. Solishinglar uchun ko'rsataman. Mana. O'zi dizayni boshqacharoq bo'lib turibdi. Bu boshqacha narsa endi bu. Demoqchiman. Nasiya savdoga so'raganlarga chiqazib beramiz. Qanaqa bo'ladi nasiya savdoni shartlari deganlar uchun pastda nomer qoldiramiz. Hammasini batafsil o'sha nomer orqali bilib olishinglar mumkin bo'ladi. Hozir aytadigan bo'lsam, to'g'risi vaqtimiz ketib qoladi. Shuning uchun pastdagi ma'lumot telefon raqamiga telefon qilib, bemalol batafsil ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin bo'ladi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, nimadir kamchilik bo'lsa, videoda kamchilik bo'lib ayta olmagan joylarim bo'lsa, o'shani bemalol so'rab olsanglar bo'ladi shu nomer orqali. Instagram kanalini ochganmiz, Telegram kanallarimiz ham bor, pastga qo'yib ketamiz silkasini. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, biz uchun ham, sizlar uchun ham yaxshi bo'ladi, chunki bunaqa narxda MacBook'lar topishinglar ancha qiyin bo'ladi. Narxi juda ham arzon, solishtirib ko'ringlar. Keyin yana bitta narsa, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda juda ham arzon va hamyonbop narxda chiqarishga harakat qilamiz. Faqat sizlar uchun.